xalq davlatga emas, davlat xalqqa xizmat qilishi kerak. Imkoniyat yetmagan eri yo'qlar tekinga davolaveradi. Kim hozirgi zamonda non bermayapti tekinga? 2 milliard 350 millionni men ularga qarz sifatida to'lashim shart ekan. MIB xodimlari esa klinikaga bostirib kelib bemorlarni chiqib ketishini va svet gazlarini o'chirib qo'yishini aytib, tahdid va bosimlar qilgan. Fuqarolarga alohida doktorlar kelgan, o'shalar qaraydi. Doktorlar yo'qmasa, majbur o'zingiz. Invalid bolalarni ota-onasiga svet gazni o'chirib qo'yamiz. Tashqi va ichki chiqib kirish eshiklarini qulflab, hech kimni kiritmayman deya bosim o'tkazgan. Men o'ylaymanki, hamma narsani tagida bu jinoyat, qanaqadir jinoyat maqsadi bo'lgan. Prezidentimizning bir gapi bor. Xalq davlatga emas, davlat xalqqa xizmat qilishi kerak. Biz bu tamoyillarni necha foizi amalda ekanini gapirishga tilimiz ojiz. Kuni kecha New Medical Service nomli xususiy klinikaga borib, qonun doirasidan tashqarida bo'lgan xatti-harakatlarni guvoh bo'ldik. Boshqa doktor kerak emas, o'zimizning doktor yuragimizga boramiz. Qanday kasalligini tushunib qolgan. Yo'q, bak qo'ling qilmayman. Kimsiz? Men jurnalist sifatida Pravoy berdi. Shaxsi bor bular. Javobgarligi bo'lsa tegishli organga berdi. Bular shaxsi. Aka, qarang. Kim bo'lsa ham fuqaro-ku. Bosilmasdan gapiradi. Chiroyli gaplashyapti. Javob bermayman. Bak, hujjat bo'yicha bularga javob bermayman. Hech kim emas bular. Hujjat bo'yicha. Men faqat qarzdor o'ldiruvchiga javob beraman. Qonun bo'lmagan shaxs. Qonunga bo'ysunaman. Ishxonaga borasiz, ishxonada bizani ishxonaga kelmayapsiz. Siz boshqa tashkilot harakatlarni bittadan ijro harakat bo'yicha savol berish uchun chiqing ishxonamizga borasiz. Hujjatlar hammasi bilan yotiq bilan tushuntiraman. Men bitta hozir yurist fuqarolarni yig'ib olib, siz yetmayapsiz. Bu narsa tashxislar charchamayapti. Nima muammo? Nega Mana bugun kelishdi. Hozir chiqinglar, qayergadir borasizlar deydi. Hammamiz kelganmiz bu yerga. Nechun o'ylayapmiz? Bugun kelganlar. Biz bu bechora bolalar qatga chiqib Bolalar odamlar 5-marta kelyapti, bolasiga hazillab muomalasiga umuman gap yo'q, shunday hamma doktorlarga borgan bola 9-sinf birortasi yalnız qo'ymagan. Mana shunaqa kelib men davolanyapman. Men mana hozir foydasini ko'ryapman. Hamma narsasi yaxshi, bolasi ham yaxshi, gapishlari yaxshi, o'rindaklar, biron hech gap sog'liqni saqlash vaziriga yuboryapman. Hozir mana Telegramga yuboraman, o'zlari ko'radilar. harakat qilyapti, lichiladan qo'shlar. Mana men mana nevaram hozir katta bola. İmkoniyati yo'qlarimiz bor, boquvchimiz yo'qlarimiz bor, tekinga qilib berishyapti. Da bir 5 ta bolani hozir tekinga davolaamiz. Полный tekinga. Ovqati ham, dori-darmonlari ham hammasi tekin. Это есть, и это делается каждую неделю. Каждый раз, когда вот поступление идет, 4-5 человек, которые приходят и говорят, что мы не можем заплатить. Их платят бесплатно, их лечат бесплатно. Он мне сейчас встал и говорит, вы за деньги здесь делаете. Нет, мы не за деньги делаем. Просто они здесь не работали и не видели этого, как дети приходят, на руках их несут, они голову подняли, а потом сами своими ногами они уходят отсюда. И они знают, что лечение правильное здесь идет, что они действительно выздоравливают их дети. Уж они kelishadi shu odam. O'sha tekin больницаga ham borishsa bo'lardi, qabul qilardi bizani davlatim. Но они не находят там то, что они здесь находят. Tushunishmayapti baribir, gapiramiz. Biz bolasida bularga.
Это вы еще не застали то, что там стоит мать, она в магазин вышла, ребенок наверху, у нее маленький ребенок наверху, они ворота не открыли. У нас говорили. Darvozadan kirg'ishmayapti kasalan, bu baxshilikka kiradi. Bu bolani onasi, bolasi tepada yotibdi, kasal bolasi desak ham darvozani ochmadi. 2 soat ushlab turdi o'sha ayol. Так нельзя, это odamgarchilik. Biz musulmonmiz. У нас президент говорит, чтобы мы все делали для инвалидов, чтобы мы им помогали, чтобы мы... И так нельзя. И представители закона приходят и держат за воротами мать инвалида ребенка. Как так? Qani odamgarchilik? Klinika rahbarlari davlat tashkilotlariga bergan bir necha savollari javobsiz qolganini aytishmoqda. Bu klinikani tarixi juda katta. Bundan oldin kuzlarda, oktyabr, sentyabrda Demokrat Uzdan 2-3 publikatsiya bo'ldi. Ko'p odamlarning xabari bor bu klinikani atrofida bo'layotgan mojarolar to'g'risida. Bu borib kecha ko'rganingiz, bu bir qismini ko'rdingiz. Bu mojaro o'zi 23-yil fevral oyidan beri boshlangan. Sababchisi Headway World degan firma o'z paytida kerakli organlar tomonidan hibsga olingan mol mulkni o'zini tasarrufiga olib, operativ boshqaruvga kadastr olishgan. 19-yil bu firma men bilan dogovor arenda tuzib, undan keyin fevral oyida o'z tomonidan расторжение qilib, rad etib, biza yo'qmiz, likvidatsiyaga ketyapmiz degan holatda nimadir bo'lib, bu firmani nomida juda ko'p mol mulk bo'lgan. Bu degani qamalgan davlat chinovniklarini noqonuniy topgan daromadidan ko'chadagi katta mol mulk narsalari bu firmani nomiga o'tgan. O'sha 18-yil, 19-yil. Davlat aktivlariga tashab, ular likvidatsiyaga ketyapmiz deb da'vo qilishgan. Lekin nima sabab bo'ldi? Bizning klinika ularni tasarrufida qoldi. Operativ boshqaruvda. 19-yildan 23-yilgacha dom daraysiz yo'q bo'lib ketgan firma 23-yil fevral oyida paydo bo'lib, menga da'vo qilyapti. Birinchi da'vosi 4 yil arenda pulini to'lamagansan, shuni to'lab berasan deb xo'jalik sudiga beryapti. 2 milliard 350 millionni men ularga qarz sifatida to'lashim shart ekan. Bu sudda men yutib chiqdim. Endi undan keyin 23-yildan shu kungacha 25-yilgacha yer va mol mulk to'lagan nalog pulini menga, meni firmamga ущерб sifatida chiqarib beryapti. Bilasizmi, men 2 yil davomida xo'jalik sudida sudlashib juda ko'p sudyani ko'rdim. 15 ta 16 ta sudyani qo'lidan bu ish o'tdi. Hozir Verxovniy sudda turibdi. Hali ular ko'radigan niyati yo'q. Men hozirgi kunda Oliy sudi boshlig'ini Islomovni tasarrufiga yozilib qo'yganman. 23-yil oktyabr oyida Yashnabat mibi kelib, Yunusov degan shaxs tomonidan, DX tomonidan mol mulki arestga tushgan odamning orqasidan kelib, bu mol mulk ham unga daxldor joyi bor ekan, shu sababli arest qo'yib ketdi. Uni orasida 21-yil DXX tomonidan u odamga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan sababli yana arest qo'yilgan. U hamma aresti oqibatida men shu New Medical Service Yunusobod MCH'sini rahbari ham uchrediteli 54 ta ishchim bilan saqlovda ushlab turdi o'zi shu mol mulkini. Bilasizmi, men bir narsaga tushuna olmayapman. Qanaqa qilib 21-yilda arestga tushgan mol mulk, undan keyin 23-yil sudda qarori bo'yicha davlat tasarrufiga o'tgan bino, inshoot yeri bilan, mol mulki bilan 24-yil 14-oktyabrgacha Headway World'da nomida turish mumkin. Shu savollarga javob yo'q. Ochiqlanmadi. Hech kim javob bermayapti.
javob berishga ham harakat ham qilishmayapti. Litsenziya bermay kelayotgan tashkilot xodimlari bilan birgalikda MIB xodimlari esa klinikaga bostirib kelib bemorlarni chiqib ketishini va svet gazlarini o'chirib qo'yishini aytib, tahdid va bosimlar qilgan. Sizlar yotaverasizlar. Sizlar yotaverasizlar. Sizlarni hech kim chiqarmaydi, hech kim anaqa qilmaydi. Sizlar yotaverasizlar. Faqat doktorlari chiqadi. Bo'ldi. O'sha doktorlar kerak bo'lsa, yotib turasizlar. Hozircha o'sha doktorlar qayerga borib anaqa qilsa, mana majbur nima bo'ladi oxiri? Oxiri faqat doktorlar chiqadi. Zdaniya bo'yicha fuqarolar qolaveradi. Fuqarolarga alohida doktorlar kelgan, o'shalar qaraydi. Doktorlar yopmasa, majbur o'zingiz Qatdan topamiz kelgan uni biza. Hech bo'lmasa shu kelgan odamlar tugasin, hech bo'lmasa shu kelgan odamlar tugasin. Вы успокойтесь, скажите, что вы газ, свет выключать не будете. Kirib hamma ichgari. Газ, свет выключать. Bu yerda avtomobil bo'lmasa kasallar kelmaydi bu yerga. Onaga kirib olinglar, opa sizlarga hech kim kelmayapti. Boshqa doktor yubormang, bizlarga kelchi. Boshqa doktor kerak emas, o'zimiz doktor uylanishga boramiz. Qanday kasallar qarang. В эту сторону их не снимай. Bolalaringlarni doktorlarimiz davolab beradilar. Boshqa doktor kerak emas. Qarang, bizga boshqa doktor kerak emas. Mana shu vrachga chiqamiz kerak bo'lsa. Qarang, meni qizimda doktor kerak bizga. Bizga boshqa doktor kerak emas. Boshqa doktor kerak emas. Yumar chiqarar ekan. Aytish kerak, xodimlar tilda qolsin. Aytib. Baribir xalqning fikrini inobatga olinadi. Vaqti tugaganlar kesin edi, litsenziyasi tugaganlar kesin. Bir yil bo'ldi. Ular aytyapti, litsenziyaga borgan ekan, bermagan ekan. Bermaydi. To'g'ri kelmaydi, endi beramiz deb bahona qilish. Ha, bahona qilish kerak ekan. O'sha litsenziya berganga shuna problema bo'lmasin. Ularga ayb emas, ularga aybda. Litsenziyani bersin. Bermaydilar bermasin. Odam bor joyda yig'ishtirsin, yig'ishtirishdan chiqarsa boshqa joyga deyishdi-da. Endi mana qarang, kechigi bo'layotgan narsa bu chista bosim. MIB xodimlari kelib, kechik qilayotgan ijrosi bu 25-yanvarda apellyatsiya sudini ijrosini qilishyapti. Uni orasida biza 31-yanvarda 25-yil to'xtatib turish to'g'risida ajrim chiqarganmiz suddan. Uni MIBga olib borib berilgan. Shu narsani oxirida hay baraka topkurlar nimalar qilyapsizlar? Shuncha to'polon, shuncha odam asabi buzilgan. Oxirida bilishyaptiki, biza bu ajrimni ko'rmaganmiz deb turishibdi. Ularga yetkazib berilgan, to'g'ri. Yetkazib berilgan 31-yanvarda suddan olib, meni yuristim ularga yetkazib bergan bu ajrimni to'xtatib turish to'g'risida. Ular qabul qilgan. Qabul qilgan, lekin kelib shu ajrim yo'q deb 25-yanvar sud qarorini исполнениясini qilishdi kecha. Tushunyapsizlarmi? Bu men tushunmayapman. Men kechani o'zida bularni qilayotgan xatti-harakatlari bilan ertalabdan Generalniy prokuraturaga 17-bo'lim MIB ishini nazorat qiladigan bo'limiga ariza tashlab keldim. Men o'ylaymanki, ular ham ahamiyat beradi bu narsaga. 7 yil o'sha yerda ishlab, o'zimni bemorlarimni, o'zimni ishchilarimni saqlab kelishga harakat qildim. Bu ko'chada bo'layotgan, sudda bo'layotgan mojarolarga ularni aralashishini, ularni bilib asabi buzilishini xohlamasdim. Lekin kecha men o'zimni xonamda o'tirib juda xafa bo'ldimki, meni o'tdan jinoyatchi sifatida haydash harakatini qilishdi. Men 7 yil ichida hech qanaqa yomonlik qilganim yo'q. Na xalqqa, na davlatga. Nalogimni vaqtida to'ladim. 54 ta ishchimni vaqtida oyligini to'ladim. 7 yil
kommunalniy расходlarini hammasini to'ladim vaqtida. O'sha yerda obodonlashtirdim. O'sha yerda gullatib yashnattirdim. Lekin kecha menga nisbatan bo'lgan muomala, bosim bu kurayda turadigan narsa emas. Birinchidan nohaq kelib, keyin tepaga chiqib bemor invalid bolalarni ota-onasiga svet gazni o'chirib qo'yamiz. Darvozalarni quplab qo'yib, bu чисто xuliganstvo. Birinchi sonli больницani shifokori chiqib, hozir doktorlar almashadi, medstralar ketadi, boshqa medstralar keladi. Ota-onalar nima sabab deb so'rashsa, yoqmasa to'rva xaltangni olib haydash. Kim bu narsaga haq berdi? Bu odamlar uyda invalid farzandini boqib, qarab kelishayotgan odamlar. Ko'ngli yarim. Qanaqa qilib, qaysi vijdon bilan bu ishlar qilindi? Mani doktorlarim istoriyalarini olgan, rasmga olgan, dalolatnoma men tushunmadim. Bular nima bilan kelishdi, nimalar bilan ketishdi? Mani litsenziyam yo'qligi, bu sizlarni aybinglar. Go'rzdrav, Minzdrav. Men hech marta murojaat qildim, hech marta borib, litsenziyonni eshigini oldida o'tirdim. Mani o'sha yuristi litsenziyonni отделi juda yaxshi biladi. Opa, kutib turing, men maslahatlashiy, bizda bunaqa nizom yo'q. Xo'p, mayli. O'shandan keyin men MIPga murojaat qildim. Hoy, baraka topkur, kimgadir balansga o'tkazgin meni. Nima sababdan 9 oy MIP o'zini balansida ushab turdi? Maqsad bor ekanda. Men o'ylaymanki, hamma narsani tegida. Bu jinoyat, qanaqadir jinoyat maqsadi bo'lgan. Bu davlatga o'tgan mol-mulk to'g'rilicha, haqqoniy davlatni aktiviga o'tib turib, undan keyin vazirliklarga bo'linish kerak. Bu katta xolasini uyi emas. Go'rzdrafi balansi emas, Minzdrafi balansi emas, birinchi sonli больницani balansi. Qanaqasi bu? Maxsus farmoyish hech kimga ko'ringani yo'q hali. Sud ham olmadi. Sudga xadataystvo, iltimosnoma qilib ber so'zi birinchi rad qildi. Bu birinchi ko'rpalsa deganingiz bu yaqinda bir bola shamollash bilan borib qo'li kesilgan joy. O'sha klinika. Shu ishchilari kelib, meni ishchilarimni haydashga harakat qilishdi. Meni ishchilarim shuncha yildan beri ishlab, Xudoga shukr, faqat rahmatnoma ko'rishdi. Nima kunlarni ko'rmadi o'zi. Lekin bir jon, bir tan bo'lib, o'zini ish yuzaga fidokor bo'lib ishladi o'zi. Lekin bu qanaqasi bo'ldiki, begona odamlar etajma-etaj kasal bemorlarning oldiga kirib, g'uzim o'tkazish, bosim o'tkazish. Hozirgi kunda men 2,5-3 yildan beri shu nogiron bolalarni davolayotgan ekanman. Men ularga 50% chegirma bilan davolayapman. O'zim hisobimda. O'zimni topadigan dohodimni yarmini bo'lib beryapman. Hozirgi kunda bitta farzandni oyoqqa katta qilib, oyoqqa turg'izish juda katta mashaqqat. Agar u farzand nogiron bo'lsa, bu 10 barobar mashaqqat. Shu sababli 3 marta, 4 marta yotgan bemorlarni tekin ham davolaymiz. Imkoniyat yetmagan, eri yo'qlar tekinga davolab beryapti. Kim hozirgi zamonda non bermayapti tekinga? Bizlarga ham yordam beryapti. Masalan, meni boquvchim bo'ldi. Hozir men fansani inmasdan kelib davolab beryapman. To'g'ri. Men boquvchim yo'q. Mana hujjatim bor qo'limda. Ko'rsataman. Qarang, boquvchi yo'qlar ham kelgan, shunday yordam beryapti. Kelib mana necha dori ketyapti, lekin biror narsa hech gap yo'q-da. Bu xayra sadaqat, bu biza qilayotgan ishlarimizga Minzdrav, Go'rzdrav politikasini. Ishlab turgan joy, tibbiy yordam ko'rsatayotgan joy, bolalar shifoxonasiga olishmoqchi. Men kimni davolayapman?
Men ham bolalarni davolayapman-ku. Nogiron viloyatdan kelgan bolalarni davolayapman-ku. Nima sabab? Nima kerak bu narsani? Oxirgacha yeta olmayapman. Savol bergan joyimda javob yo'q. Hozir oxirgi umidim prokuratura. Hozir birinchi shahar prokuraturasiga 32-bo'lim kadastrlarni nadzori bo'limiga topshirganman arizamni. Men o'ylaymanki, shu tomondan yordam berib, menga oydinlik kiritib berishga yordam berishadi. Chunki boshqa hech qatdan hech qanaqa yordam ko'rmadim. 1 yildan bir 8 oydan beri birinchi sonli bolnitsa bilan mojaro bo'layotgan bo'lsa, biror marta na Minzdrav, na Gorzdrav mendan so'ragani yo'q. Nima bo'laysan? Nima qilyapsan? Kecha kelib sana litsenziyang yo'q deb menga shunaqa bosimlar o'tkazdi. Men sizni sudga beraman, men seni unaqa qilaman. Men har bitta qilgan ishimga javob beraman. Har bitta bosgan qadamimga javob beraman. Agar men nohaq bo'lsam, javobini beraman. Lekin kim buni orqasidan turganlar ham javobini bersin. Tashqi va ichki chiqib kirish eshiklarini qulflab, hech kimni kiritmayman deya bosim o'tkazgan. Hech kimni qo'ymayapmiz opa. Siz uchun emailni hozir odam chaqirib beraman, o'shan bilan hammasini nima qilamiz. Hujjatingizni ko'rsating. Yo'q, men sizga ko'rsatmayman. Hujjatingizni ko'rsating. Sizga ko'rsatmayman. Ommaviy axborot vositasidan nima ko'rsating? Hujjatingizni. Sizga emailni ko'rsatmayman. Nima emailni menga ko'rsatmaysiz? Ko'rsating, hozir men kimligingizni qayerdan bilaman bu yerda ushlab turganingizni? Odamning hujjat degan narsa bo'ladi, ko'rsating. Mana men hujjat bilan kelganman. Hujjatim bo'yicha tarafman, siz ijro hujjati bo'yicha taraf bo'lganingizni ko'rsatadi. Biz esa bemorlar va nogiron bolalarning onalari bilan suhbatlashdik. Men mana shu xususiy klinikaga o'zimning xohishim bilan keldim. Men nevaram shamollash bilan o'zimizni Sirdaryo viloyatida 3 ta klinikadan davolandim. O'zimizda davlat klinikasida davolandim. Yaxshi bo'lmadi. Shifo topmadik. Men eshitdim, mana shu bir Adham doktorga keldik. 10 kun lechina oldim. Xudoga shukr, yaxshi. Qaytyapti. Shifo topdim. Men mana shu klinikaga to'lagan pulimdan 2 barobar ko'p pul rasxod qildim davlat klinikasida. Lekin shifo topmadim. Men minnatdorman mana shu kishidan. Men bir oydan keyin yana kelib lechina olishim kerak. Bu klinikani yopilishiga men qarshiman xolos. Bizga mana shu yerni doktor shifokorlari kerak. Biz bir necha shifoxonalarga borib ko'rdik, ammo natija qilib berisha olmadi. Biz shu yerdan shifo topdik. Bolalarimiz yura olmasdi, qimirlamay yotaverardi. New Medical Service klinikasiga kelganimizdan so'ng bolam yurib, gapirib, kulishni boshladi deya vajlar keltirishmoqda. Bola milliy tibbiyot markaziga bordim, Tashmiga bordim, Sambiga bordim. Eski Sambiga bordim, Tashmiga bordim. Bittasi molaj topmadim-da. Qizimni bir yoshida onasi yelkasi yiqitib qo'ygan, bechada tushib ketgan. Ichida bir qizim davolangan. Qizim singlisi bor. Lekin bitta banzada yaxshi molaj topmaganman. Lekin mana shu banzaga 2 oy ichida Adham doktor molajasi bilan to'g'ri davolandim. Men Adham doktordan bundan ming roziman. Alloh rozi bo'lsin. Bu yerdagi xodimlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Muhit doktor. Yana hozir hayotimda turgan ba'zi Bahrom doktor, Javohir doktorlardan juda ham yaxshi minnatdorman. Chunki tashxisi to'g'ri. Hamma nimasi yaxshi. Biz davlat markaziga borib topmadik. Ya'ni ham hammani o'zining vijdoniga havola, lekin men bundan roziman. Faqat ham mana shu yerda qolishiga Allohdan duo qilib so'rayman. Mana shu yerda qolish. Biz mutasaddilar va yuqori tashkilotlar, xususan MIB tashkiloti hamda Sog'liqni saqlash vazirligidan ushbu voqealarga qonuniy yechim va amaliy yordam berishlarini so'rab qolamiz.